Endi aka Abdulla aka bugun bir parvoz qilar ekanmiz-da. Ukajonim parvozni san qilasan. Men bugun uchaman, ukam, uchaman. Namuncha knopkalari ko'p buni haliga kattida. Voy, maza qilishim yo'q. Nega o'chirib qo'ydi ukajonim? Pultda ashula eshitish mumkin emas Abdulla aka. Ashulami eshitadi? Yo'q. Pechkani yoqib qo'y, xatta shuni eshitib ketaylik. Assalomu alaykum o'rtoq kapitan. Bortda nima to'polon? Ichkarida bitta ayol katta chamadonni bortga olib kiraman deb qo'ymayapti. Har doim mana shunaqa Abdulla aka. Endi tushuntirish kerak endi. Hurmatli passajirlar, bortda katta chemadanni bagajga topshiringlar, qaytaraman. Katta chemadanni bagajga topshiringlar. Kichkinani o'zinglar bilan olinglar. Nima ichasiz? Kola, Fanta? Yo'q, hech nima ichmayman. Seni mana oldimga o'tib keling, Mamitdan yoyilib keling. Yoyilib keling. So'rasinlar. Nima ichasiz? Aroq, vino? Seni bitta gap hech qachon esingizdan chiqarmang. Ichgan odam uchmaydi. Ichgan odam ichmaydi. Iltimos birpas turib xabar oling jon singlim. Xo'p bo'ladi. Buni kim bo'tga Xo'p, qo'ydi? seni jonim bunga qo'lingizga tegsin. Iltimos birpas turib ham xabar oling singlim. Nima bu? Bu sehrli chelak ukajonim. Atrofda bitta o'zim yurishga qo'rqaman, bu menga duh beradi. Bo'pti Abdulla aka, o'tiring, havoga ko'tarilamiz. Tayyorsiz-a? Tayyorman. Ketdik. Abdulla aka, mana havoga ham ko'tarildik. Bitta savol. Ha, der. Oldin ham uchganmisiz? Voy ukajonim, men 15 yildan beri avtopilotdaman. Hozir aka, shundoq bitta narsani aytib oling. Berman. Hurmatli passajirlar, bortda sigaret chekish mumkin emas. Qaytaraman. Bortda sigaret chekish mumkin emas. Eshitdinglarmi? Faqat sigaret chekish mumkin emas. Favqulodda holat yuz bergan paytda qutqaruv nimchasini tortasizlar. Agarda chiqmay qolsa, Chuqurroq tortasizlar. Men tushunmadim, ukam Amerikani lutchilari kay qilashini eshitib ketyapti. Bizga eshitdim. bizga mumkin emas-da, aka. Pechkani uchga qo'yib yubordim. Ukajonim, shu bitta savol bersam maylimi? Ha, bemalol. Shu hozir qayerdan uchib o'tyapmiz? Hozir, aka, Afg'onistondan uchib o'tyapmiz, aka. Nima deding? Afg'onistondan uchib o'tyapmiz. Voy tilingga shakar ukajonim, tilingga shakar. Bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Cho'tda bitta qo'lim. Qayerda dalash uchib ketsa bo'lmaydi? Nimaga? Zapravka qolardi. Abdulla aka, zapravkamiz borib kelishga bemalol yetadi. Ukajonim, saniki yetadi, meniki tarqab ketdi o'sha. Bu bitta aka mumkin emas. Xato bash oynani ochsam maylimi? Oching. Mana oyna bitta ochaman. Oching. Voy, jonim kirishini qara. Voy, kirdi, sezdingmi? Voy. Voy Abdulla aka! Akajon, bitta gap aytsam maylimi? Abdulla aka, samolyotni o'zingiz qoldirib oling. Öyle çiğ. Töre. Kapitan.
Kapitan. Voy, kapitanimiz hushidan ketib qopti. Hamma qutqaruv kamarini zudlik bilan taqsin. Kapitanimiz qo'ndira olmas ekan. Kapitaningni qo'ndira olmasligi mayli, u qo'ndira olmas ekan. O'zim qo'ndira olmasligim vahma qiling. Ana 500 metr, 400, 300, 100 hoppa! Samolyotimiz Moskva aeroportiga qo'ndi. Qo'ndirdi deyin ukam, qo'ndirdi. Abdulla oldin qanaqa yo'lda yurgan bo'lishidan qat'iy nazar, hozir to'g'ri yo'lda.